Iftorgacha qancha qoldi? Badr qaravor. Yarim soat bor ekan. Oy. Ja chiroyli joylar ekanda. Shahriyor bekor kelmadi-da. Kelmaydi-da. Kalondimo bo'lib qolgan-u. Kiruvdan chiqib ketdi shu bola. Endi pullari ko'payib qolgandir deb o'ylayotgan. Odam o'zi shunaqa, pul ko'paysa, o'rtoqlarini mensimay qo'yadi. Tushunmadim. Shu uyda yashayapsanmi hozir? O'rtoq bankrotga uchradim. Hech narsam qolmadi. Menga bitta narsa tushuntirib ber. Bizani Kurudagi bolalar hammasi tadbirkor, biznesmen, oyoqqa turgan bolalar. Nimaga birortamizga gapirmading shu narsani? Minnatli osh itga ham tatimas. O'rtoq yordam beradi, yordam bermaydi emas. Lekin orqamdan gapirishi mumkin. O'rtoq, bizani bolalar orqadan gapirmaydi. Men javob beraman bunga. Oldin ikki bo'kilib salom berib kelardi. Hozirchi yo'q, chaqirsang ham kelmaydi. Bo'ldi qillaring-ne. Qachondan beri iftorliga odam go'shti yeydigan bo'lib qoldik? G'iybat qilmalaring unaqa. Biz g'iybat qilmayapmiz-ku. Biz faqat suhbatlashyapmiz. To'g'rimi zohir? Hazil-huzul qilib o'tiribmiz. Hazil bunaqa bo'lmaydi-da. O'rtoqlar, hazil insonni sha'niga putur yetkazsa u hazil emas, haqorat bo'ladi. Yana zo'r bitta maslahat-da. Ramazon oyida faqat nafs uchun roza tutilmaydi. Til uchun ham roza tutib qo'ysak, o'ta go'zal ish bo'ladi. Yunusobod rezidens loyihamiz 100% qurib bitkazilgan. Kadastrlari ham chiqqan. Uylarimiz soni kam qolgan. Kvartira ko'rinishida uylarimiz bor va kottej ko'rinishida uylarimiz bor. Siz qaysi xonadonimizdan xarid qilmoqchisiz? Men uy olgan emas, o'rtog'im yoniga keldim. O'rtog'ingiz? Bu meni yonimga kelgan. Uzr xo'jayin. O'rtoq, Yunusobod rezidensdan senga 3 xonali uy. To'xta. Bu minnatli emas. Chin ko'ngildan. Ramazon oyiga ehson qilmoqchi edim. Bilaman. Hozir ahvoli ancha og'ir. Do'st mana shunaqa og'ir kunda bilinar ekan. O'rtoq, hali hammasi yaxshi bo'ladi.